bilan Roblox uzili. Bugun biz Please Donutdan qanday qilib mana unaqa qo'yishni o'rgataman. O'shasi like bilan bosib qo'yinglar. Buni More'ni bosamiz birinchi. More'ni bosganimizdan keyin mana uni bosamiz. Mana Creator'ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana yerda 3 ta tayoqcha chiqadi hozir. Mana shuni bosamiz. Bitta bossak ustiga. Keyin ikkinchisini bosamiz. Homeni pastida. Mana bosamiz. Boshqadan qilay o'xshamay qoldim endi. Mana kirdi. Kirgandan keyin mana yerda uy chiqadi mana rasm. Mana shu rasmni ustiga bitta bosamiz. Keyin mana yerda yana o'sha 3 ta tayoqchani bosamiz mana uni. Keyin sal pastroqqa tushsak mana yerda mana P mana unisini mana shuni bosamiz pasesda shu mana pastroqqa tushamiz. Keyin mana ko'k tugma turibdi mana ko'k tugmani shunday bosamiz. Keyin unga nom qo'yamiz. Men masalan shunday qilib qo'ydim. O'zingizlar xohlaganingizlarcha qilib qo'yasizlar. Keyin mana ko'k tugmani bosasizlar. Keyin mana shu yerda bitta chiqadi sizlarga. Men ko'p qilganman. Nom qo'yganingizlarda mana ismini bosamiz. Ismini bosganimizdan keyin boyagi mana shu narsa chiqadi qaytadan. Keyin mana uni bosamiz. Ko'k, qizil. Mana ushlata yoqchani. Mana keyin mana uni boshqatdan bosamiz. Menda qotib qoldi. Keyin mana uni bosamiz. Ikkinchida turgan pastdagini bosamiz. Bosganimizdan keyin o'xshaydi bo'ladi. Keyin mana yerda mana uni yoqib qo'yamiz. Bosib. Mana men yoqdim. Necha Robux'larda yozamiz bu yoqqa. Men masalan 20 qo'ymoqchiman. Keyin mana ko'kni bosamiz yana. Keyin bo'ldi, o'xshadi. Keyin X ni bosib ketib Please Donutga kirsak, keyin bo'ladi. Bu xayr, sizlar bilan Roblox uzaydi.